Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Adabiyot faniga qiziqadigan ixlosmandlar. Umuman olganda, o'zbek xarakteri hikoyasini tahlilini kutayotganlar ko'p bo'ldi. Bu haqida kanalda ko'p yozishdi. Shuning uchun ham men ayni paytda o'zbek xarakteri hikoyasini ayrim manbalarda o'zbeklar degan nom bilan nashr qilingan ekan, lekin yozuvchining o'zi uni o'zbek xarakteri deb e'lon qilgan. Shuning uchun aynan shu nomda qoldirdim. Birgalikda ko'rib o'tamiz va bu hikoya hajman katta bo'lgani uchun va men umumiy g'oya haqida fikr bildirishdan qochib, har bitta gapni, so'zni bittalab sharhlashni maqsad qilganim uchun uni 3 ta darsga bo'lishimga to'g'ri keldi. Ayni paytda birinchi qismini ko'rib o'tyapmiz. Kirish qismi sifatida sizga shunaqa savol bilan murojaat qilishim mumkin. O'zbeklar deganda qanaqa odamlar xayolingizga keladi? Ya'ni siz nazaringizda o'zbek bu qanaqa odam? Kimdir o'zbek xalqi esa mehmondo'stlikni tushunadi, kimdir bolajonlikni tushunadi, kimdir aytaylik saxiylikni tushunadi. Siz qanaqa odamni tushunasiz o'zbek deganda? Hikoyani oxirida shu savolga yana qaytib kelamiz. O'zbeklar qanaqa odamlar ekanligi haqida gaplashamiz. Va umuman siz orqali millat haqida xulosa qilish mumkin deb o'ylaysizmi? Ya'ni men mana shu millat vakiliman, meni qanaqaligim o'zbeklarning qanaqaligini ko'rsatadi deya olasizmi? Juda ko'p mamlakatlarda, aytaylik chet mamlakatlarda agar o'zbek haqida mutlaqo tasavvuri yo'q bo'lgan odamlar bo'lsa, siz u yerga borsangiz, o'zbekman desangiz, sizning xatti-harakatingizdan kelib chiqib qaysidir ma'noda ular millatga ta'rif beradi. Va agar shunday qilsa bu to'g'ri bo'ladimi? Siz o'zingizni millatning vakili sifatida yaxshi inson bo'lishga majburman deb o'ylaysizmi? Ya'ni men yaxshi inson bo'lishim kerak, men to'g'ri yashashim kerak, to'g'ri xulosalar qilishim kerak, zotan men orqali millatim haqida xulosa qilishyapti deb o'ylay olasizmi? Keling, ayni paytda hikoyani ko'rib o'tamiz. Bu hikoya xuddi bir odam boshqa bir odamga o'tirib bir narsani gapirib berayotgan shaklda yozilgan. Men bir voqeani aytib beray. Ikkinchi kursda paxtaga bordik, o'sha Bo'ka rayoniga. Bo'ka Toshkent viloyatidagi tuman. Chetdagi bir kolxozga. Ya'ni kolxoz bo'lardi ilgari bilsangiz, kollektivniy xozaystvo degan so'zdan olingan jamoa xo'jaligi va u yerda paxta dalalari bo'lardi. Hamma talabalar paxtaga borishi shart edi. Men ham paxtaga borgan talabalarning bittasiman. Mana shu o'zimizning Surxon vohasiga o'xshab ketadigan joylar ekan. Ya'ni o'zi surxondaryolik bo'lgan odam sizga Bo'kaga paxtaga borganini aytib beryapti. Har qadamda qiyoqlar o'sgan. Qiyoq bu o't, o'simlik. Bog' yosh qamishni tagi bilan o'tkazib qo'yganday, yeri jiqqa ajriqzor, mol o'tlaydigan, bolalar chillak o'ynaydigan yerda. Ya'ni ajriq degan ham shunaqa o't bu, yerda o'sadigan. Mollarni o'tlatib yuradigan va bolalar, ya'ni o'zini bolaligi bilan bog'liq holda eslayapti, chillak o'ynaydigan yer. Chillak degan shunaqa o'yin bor, bilsangiz, cho'p bilan o'ynaladi. Bitta kalta cho'p yerda turadi, uzun cho'p qo'lida turadi. Qo'lidagi uzun cho'pni yer urganda pastdagi cho'p ko'tarilishi kerak. Ko'tarilgan cho'pni osmondaligida urish kerak qo'lidagi cho'p bilan. Ya'ni yerdan ko'tarib olib, qo'li bilan uradi. Ana shu o'yin chillak o'yini. Ya'ni u shuni eslayapti. Qadrdon, men uning o'zimga mana shu ko'ngil qurg'urga yoqqan joyini aytdim. Bunaqa joylar yoqadi-da. Ya'ni u borgandan o'zini xuddi o'zini Surxondaryosiga borgandek his qilyapti. Xullas, ana shu ajriqzordan sal o'tgandan keyin qishloqcha boshlanadi. 20-30 xonadon tursa kerak. Tomlari bari loysuvoq, devorlari guvala. Loysuvoq degani demak tom, siz bilan biz o'rgangandek, aytaylik, shiferdan yoki tunukadan tom qilinmagan, shunchaki loy bilan suvab qo'yilgan. Guvala degani, hozirgi avlod guvala nimaligini bilmasligiga ishonchim komil. Guvala degani loydan dumaloq shaklda loy dumalatib yasaladigan, g'ishga o'rnagan shunaqa dumaloq narsa bilan devor qurishgan. Biz borganda jami tomlarga pichan uyilgan, yomg'ir yog'ib o'tgan payt edi. Pichanlar sap-sariq, ba'zisining ustida yosh bola kelib o'tirardi. Demak, bu qishloq manzarasini ko'z oldiga keltiring. Kichkinagina qishloq ekan, atrofi dala bo'lgan, kichkinagina Bo'ka tumanidagi qishloq. Tomlar loysuvoq qilingan, ustiga pichan yoyilgan. Pichan demak, o'rilgan o'tlar, ana shu o'tni quritish uchun tomga yoyib qo'yishgan. Qurigandan keyin olib ichkariga yig'ishgan. Ya'ni qishda moliga uni beradi. Yem qilib, shuning uchun yozi bilan o'tlarni quritib, pichan-pichanga aylantirib yig'adi. Va yomg'ir yoqqan bir shunaqa chiroyli bitta payt. Bizni ko'rib qiyqirib yuborishdi bechoralar. Ya'ni bolalar, talabalar bir avtobus bo'lib boradi, uni ko'rib mahalliy aholi baqiryapti. Toshloq ko'chada mashinamiz to'xtadi. O'qituvchilar o'zaro kelishdilar. Bizni shu yerdan burib, pastlikka endirib ketishdi. Ya'ni o'qituvchilar mana shu yerda to'xtaymiz debdi, mashina to'xtabdi va endi ularni birin-ketin olib borib joylashtirish kerak. Bitta brigadirning bitmay qolgan peshayvonli imoratiga joylashadigan bo'ldik. Bu ham shunchaki somon suvoq qilingan, deraza romlari yo'q. Yer zax. Odatdagi baraklardan farqsiz edi.
ana shunaqa talabalar turadigan xonalar, baraklar deyilgan. Hozirgi baxtli avlod bu nimaligini bilmaydi. Brigadir ana shu kolxozdagi bitta paxta dalalariga qaraydigan boshliqlarning bittasi. O'shani bitta peshayvonli imorati bor ekan. Peshayvon degan demak oldida ayvoni bor. Bitta imorat ana shunga joylashtiryapti. Somon suvoq qilingan. Ya'ni bu oldin guvala yoki g'isht bilan devor ko'tariladi, keyin somonni loyga aralashtirib, somon qurigan o't degani, agar buni ham bilmaydigan bo'lsangiz. Chunki hozirgi o'quvchilarning lug'at bo'limi shunaqa kambag'alki, men birortasi bilishiga shubhalanib qoldim. Uni loy bilan aralashtirib, devor ustidan suv olib chiqadi. Ya'ni uni ustidan yana qum suvoq qilish yoki oqlashga eringan. Ya'ni shunchaki nomiga ko'tarilgan bino xolos. Deraza romlari yo'q. Ya'ni derazaga rom qo'yilmagan. Deraza o'rnatmagan, yer zax, ya'ni pol qilib o'tirmagan, shunchaki yerdagi. Bolalar orasida mendan yosh urug'lari ko'p edi. Birlari armiyani bitirib kelgan, birlari texnikumni. Biz endi o'zingiz qator 10 ni bitiriboq universitetga kira qolgan edik. Shuni aytish kerakki, savod masalasida ham ulardan kam emas. Ba'zan balandlik ham qilib qolardik. Har qalay 10 ni bitirib to'g'ri institutga kirgan bo'lamiz. Bilimlar hali sveji, ya'ni yangi. Bundan tashqari o'zingizga ma'lum Kamina kutubxonaning ayniqsa fundamental kutubxonaning faol o'quvchilaridan. Ya'ni men a'lochi o'quvchi edim, o'qishni bitirib universitetga kirdim, lekin mendan katta kursdoshlarim bor edi, deyapti. Ya'ni universitetda turli yoshdagilar birga o'qiysiz va ana shu kursdoshlar bilan birgalikda paxtaga borganini aytyapti. Lekin uyatchaligimiz ham bor. Baribir qishloqimizda to'g'risi. Balki uddalik bobida ham ancha jo'n edik. Ya'ni udda biron emas edim, deyapti. Yo'q, siz o'sha uyga joylab qo'ysa nima qilardingiz? Kolxoz idorasidagi buxgalterning xonasidan pechni qo'porib kelarmidingiz? Kela olarmidingiz? Yo'q. Deraza o'rniga nima tutardingiz? To'l. Uni qayerdan topardingiz? Ana shunday. Ya'ni derazasi ochiq turibdi yoki nari borsa bironta latta-patta tutib qo'yar. Men sizga aytsam, men 96-yil 1-kurs talabasi bo'lganman. Andijon davlat universitetida o'qiganman va biz Bo'z tumaniga paxtaga borganmiz. Biz Shiponda paxtada bo'lganmiz. Shiponga joylashtirilgan. U Shiponda ham rom bor edi, lekin oyna qo'yilmagandi. Kliyonka tutilgan edi. Shunchaki klionkani bundoq tortib, atrofini mix bilan qoqib qo'yilgan edi. Deraza yo'q edi. Ya'ni derazaning oynasi yo'q edi. Va u klyonkani ham bir ikkita joyi teshilib qolgan. Ana shu teshiklardan sovuq kirardi. Ana shunaqa joyda paxtada bo'lganman men ham. O'rmon degan bir kurskomimiz bor edi. Ya'ni xuddi sinf sardoriga o'xshagan kurs sardori u. Novcha, oriq yigit. 3 yil universitetga kira olmagan, Sibirga pomidor, piyoz olib sotgan. Poyezddagi sarguzashtlarni eshitsangiz, pishiq bolalarda. Ya'ni bu uddabiron ham yosh katta, ham musofirchilik ko'rgan, qiyinchilik ko'rgan uddabiron. Bunga o'xshagan sodda endi qishloqdan chiqqan 10-sinf bitirib kelgan bola emas. Komsorgimiz, ya'ni bu ham shunaqa komsomollarni boshlig'i go'yoki, o'sha paytda komsomol degan tizim bo'lgan. Azimjon degan yigit edi, nuqul remark bilan Hemingway o'qib, bizning yozuvchilarimiz yolg'onchi deb yurardi. Men albatta unga qarshi turardim. Ya'ni remark Hemingway degan yozuvchilarni aytyapti. Ya'ni jahon adabiyotdan xabar bor bo'lgan bola edi, deyapti. Shunday qilib joylashib oldik, yerga poxol to'shadik, ustiga chodir yoydik. Ya'ni yer haddan tashqari zax bo'lgani uchun, pol yo'qligi uchun ular poxol, ya'ni qurigan o'tlarni olib kelib yoygan, sal issiqroq bo'lsin, zaxxani olsin deb, keyin ustidan chodir, ya'ni bitta qalin matoni yopib, gilanga o'xshab, keyin ustiga ko'rpa to'shaklar yozgan. Endi men talabaligimda har holda raskladушка degan narsa bo'lardi, yig'ma karavot bo'lardi. Yig'ma karavot yig'ib, o'shani yoyilardi, o'shani ustida yotardik biz. Bular endi yerda yotibdi, yana ham zax. Choynak, chelak ham topib kelishdi, kech bo'lib qolgan edi. Bilasiz, dastlabki kecha uxlash qiyin, latifa aytishardi bolalar. Siz ko'rgan o'sha apandi, siz bilgan o'sha afandi, ya'ni latifa aytib yotibdi bolalar birinchi kun. Bolalar darhol to'rni, yon tomonlarini egallab olishgani uchun menga eshik og'zidagi joy tekkan edi. Bilmadim, kechasi eshik ochilib ketganmi, sahar tursam burnim bitib qolgan. Ya'ni u yosh kichkinalik qilib, soddalik qilibdi-da. Hamma teparoq joylarga joylab olib, ya'ni bitta katta xonaga hamma joylashadi. Men talabaligimda ham bitta xonaga 13 kishi adashmasam joylashgandik. Hamma raskladушкасini qo'ygan va men ham anqayib turib, chekkaroqqa tushib qolgan edim. Aynan chiroqqa tagiga tushib qolgan edim. Tepamda chiroq ustida har balo uchardi va meni boshimning tepasida uchardi shular. Va u eshik tagiga joylashib qolgan va ertalab tursa burni bitgan, ya'ni shamollab qopti borgan zahoti. Havoda zildek og'ir, qoramtir bulutlar aylanar, lekin etakdagi paxtazor yaqqol ko'zga tashlanardi. Ikkinchi terimdan chiqqan ko'p g'o'zalar barg to'kib sarg'ayib qolgan. Ya'ni paxtada birinchi terim, ikkinchi terim degan atama bor. Birinchi terim degani hali hech kim termagan, qiyg'os paxta ochilib turgan oppoq dala bo'ladi. Ikkinchi terimdan chiqqan bo'lsa, demak ikkinchi marta ham terilgan, paxta sal kamroq degan. G'o'zalar barg to'kib sarg'ayib qolgan. G'o'za degani ana shu paxtani ko'chati degani. Ayvon ustuniga suyanib tomosha qila boshladim. Paxtazor chetida tutlar. O'sha tutlar, ya'ni meni ham bolaligimda bor shu, chetlarga albatta tut ekilardi. U yer bu yerda chuqurchiqlar galasi uchadi.
Ustuzdorning narigi tomonida bo'zrang bir uzun imorat ko'rinadi. Uning oldida bakni qaynatishyapti shekilli, karnaydan qizil alanga chiqib qolardi. Ya'ni bak degani katta samovar bu, suv qaynatadigan. Ana shuni suv qaynatadi va talabalarga choylarni berishadi. Keyin shundoq pastlikdagi paxtazorni bizdan ajratib turgan ariq bo'yidagi yolg'iz kulbaga ko'zim tushdi. Uning ham tomiga pichan bosilgan. Pichan ustida chumchuqlar g'ujg'on, chiriq-chiriq. Ya'ni shundoq qarab tursa, ularni joylashgan imoratning yonida o'rtada ariq, naryoqda bitta kichkinagina kulba, ya'ni kichkina uycha bor ekan. U ham usti loy shuvoq qilingan kichkina oddiygina uy. Ariq bo'yida esa bir qoraqalpoq kursdoshim, ha, o'sha Saparboy maykachan bo'lib chopib yuribdi. Bet-qo'lni yuvgani pastga endim. "Yechen, yugur, fizkultura qil", dedi Sapar. Fizkulturam chiqib turibdi", dedim. Ya'ni u soqotib, junjikib chiqib tomosha qilyapti. O'rtog'i yugurib yuribdi, 1-2-3 deb mashq qilib yuribdi, uni ham chaqiryapti mashq qilishga. Shunda qarasam, haligi kulba odam yashaydigan uycha ekan. Ya'ni kutmagan ekan. U hali molxona, boshqaga o'xshagan uy bo'lsa kerak deb o'ylagan, odam yashaydigan uy deb o'ylamagan, lekin qarasa odam yashaydigan uy ekan. Men bilmadim, uni bostirma deb o'ylabmidim, hayron qoldim. Bostirma degani ham ana shu ba'zilar o'tin saqlaydi, ba'zilar qurigan o'tlar, pichanlar saqlaydi. Shunchaki shu bostirma degan kichkinagina loydan qilib qo'yilgan yolg'on ekan uy degan. Ichida odamlar odatda yashamaydi bostirmalarni. Lekin u bostirma deb o'ylagani uy bo'lib chiqdi. Uychaning oldida esa bilasizmi nima? O'rmak tikilgan. O'rmak degani gilam, sholcha o'rish bu, to'qish bu. Bir ayol katta tayoq bilan gursillatib urib, kalavani qatimlar orasidan u yoq bu yoqqa otib sholcha to'qiyapti. Sholcha agar bilsangiz, men bu avlodning, yosh avlodning sholcha nimaligini bilishiga ham shubham bor. Sizlarni tilingizda daroshka deydi buni. Ya'ni yo'l bo'lardi, yupqaro mato bo'lardi va ana shu sholchani to'qiyapti. O'rmak degani ana shunaqa stanoga uni qo'l bola dastgoh. Ana shunda bitta-bitta bundoq borib keladi, cho'pi bir yoqdan yana bitta ipini o'tkazadi, yana borib keladi, ipini o'tkazadi, shunaqa qilib to'qib boradi gilamni. Ana shu gilam to'qiydigan, sholcha to'qiydigan o'rmak deydi. Ana shu o'rmakni ko'rib ham ko'ngilga yaqinda qadrdon, ya'ni bir orzu qilib qo'ydi, o'zini qishlog'ini eslatyapti unga. Ayol sharpani sezib boshidagi gardi ro'molni peshonasiga tushirdi. Ya'ni ro'mol bundoq qilib sal o'zini yuzini yopgandek bo'ldi. "Assalomu alaykum, Hormang opa", dedim. "Keling uyga", dedi. "Xush kelibsizlar. Yaxshi joylashib oldinglarmi?" "Ha, rahmat, juda yaxshi joylashdik. Shu uyda yashasizlarmi?" "Ha", dedi u. "Xo'jayin molga ketgan." "Molga ketgan. Mol ham boqasizlarmi?" dedim. "Ha, kolxoz bir otar berib qo'ygan." Ya'ni bir otar degani, ya'ni bitta bir poda, ya'ni mollar bitta, 2, 3 ta deb sanalmayapti, bir otar deb sanaladi. Ya'ni ichida 30-40 ta, ya'ni birato'la ko'pgina qilib aytyapti. Bir otar. Toshkentda bu so'zlarni eshitmaysizda mehribonim. Ana shunday qilib bularga birdan ko'nglim ilidi. "Echkimi, qo'ymi?" dedim. "Aralash." Demak, echki qo'y aralash bir otar boqar ekan va ana shu otar degan so'zni eshitganiga bir xursand bo'lib qo'ydi. Ya'ni siz qadrdon joylaringizga borganingizda qadrdon so'zlar ham sizni o'shalar bilan bog'lab turadi. Ya'ni mehri tushib qoldi o'shalarga. Qarasam uychaning narigi tomonida uzun qo'ra bor. Qo'ra degani shu qo'yxona degani. Tevaragidagi shox-shabba bilan, tevaragi shox-shabba bilan o'ragan. Yani atrofi shoxlar bilan shunchaki o'rab qo'ygan. Ya'ni devor qurib o'tirmagan, shox bilan o'rab qo'ygan. Sekin o'tdim, qo'y hidi. Ha. Qo'raning erganagidan qaradim. Ya'ni bundoq orasidan qarasa 70-80 mayda mol sig'argan. Men nimagadir bu yerlarda ham odamlar faqat paxtani biladi deb o'ylardim. Endi faqat dehqonchilik qiladi desam, yo'q, chorvasi ham bor ekan bularni, deyapti. Endi deng, mol tufayli paxta ham ko'zimga 100 chandon yaxshi ko'rinib ketdi. Buni ustiga havo yumshoq, g'o'zalar yuvilgan, namxush, barglari, poyalari sariq, ariqchada tiniq zilol suv oqyapti. Ya'ni butun manzara unga yoqyapti. Hozircha o'zini baxtli his qilyapti u yerda. O'sha paytlar bo'kada ham suvlar toza bo'lgichidi. Ya'ni hozir suv toza emas, deyapti. Shimikatlar ham kam sepilardi nazarimda. Lekin men bu tomonlarga e'tibor qilmaganman. Chunki o'zimiz tarafda ham shimikat, suv notoza, ulbul degan gaplar kam bo'lardi. Xullas, men Surxonning bir burchagiga kelib qolgan edim. Ya'ni men Surxondan bitta burchaga kelib qolgandek bo'ldim. Va orasiga gap kishi bilmas qilib ishora qilib ketyapti. Paxtalarga dori sepilgani, shimikatlar borligi. Shu payt uydan, yotog'imizdan bolalar ham birin-ketin ko'zlarini uqalab har yoqqa qarab tushib kela boshlashdi. Ba'zi Saparga qo'shilib chopishga tushdi, ba'zilari paxtazor oralab ketishdi. O'rmonga o'rmak to'qiyotgan ayolning qoshiga keldi. "Qalaysiz, opa? Hormang. Bor bo'ling uka, kelib zap ish qildilaringda. Ha, endi sizlarga yordam bermasak bo'ladimi? Ko'k choy bormi? Qurug'idan." Ya'ni quruq choy so'rab keldi. Borib, bor. Ayol etagini apal-tapal tushirib, taroqni tashlab kulbaga kirib ketdi. Ya'ni shu taroq o'rmagining bitta qismi. Rangi o'ngib ketgan ko'ylagi g'ijim. Sochlari uchida sochbog', oyog'ida kerda etik degan uzun mana shunaqa quyma etiklar.
Gazetani o'rmonga berib, ustiga bankani ergashtirdi. Bir hovuchlar choy to'kildi, o'rmon bo'lar, rahmat dedi. Ya'ni uyda choy idishi yo'q ekan, bankada saqlar ekan. Bitta gazetaga quruq choy solib, uni qo'liga beryapti. E'tibor bering, bizda birovdan narsa so'rash oddiy hol hisoblangan. Kerak bo'lsa yana so'raymiz. Bemalol og'ajon, ya'ni akajon go'yoki, "Hey, paxta, mana sizlar ham o'qishlarni qoldirib, ota-onanglarni tashlab keldinglar. Baraka topinglar, rahmat. Endi terish kerak-da", dedi O'rmon aka. "Ha, paxtani kilogramm nechi tiyindan?" "Shu 10 tiyinmi, 5 tiyinmi, men ko'pam farqiga bormayman." Unday bo'lmasa kerak", dedi O'rmon aka. Keyin kuldi. "Yaznamiz bilsalar kerak." "Ha, u kishi biladilar. Yazna pochcha degani, ya'ni paxtani 1 kilosi nechi tiyinligini bilmayman deyapti. Talabalar paxta tergan, men talabaligimda har 5 kunda pulini berardim. Paxta terardingiz, 5 kundan keyin tergan paxtangizga qarab sizga oylik to'lashardi. Ya'ni arzimagan pul bo'lardi, juda ham kam pul bo'lardi. Shu tiyin ham katta pul emas, bilsangiz, pul berardi. Va men bilmayman, erim biladi deb aytyapti u ham. "Yaxshi, sizlar ham biron yoqdan kelganmisizlar deyman." "Yo'q, biz shu yerning odami. Bundan boshqa uchastkalaring ham bordir." Ya'ni u ham shu uyda yashashga ishonmayapti. U ham boshqa uying bordir, paxta tergan, vaqtincha yashab turgandirsan deb o'ylayapti bu uychada. "Bundan boshqa uchastkalaring bordir-a?" "Yo'q og'ajon, bori shu." Bu ham yaxshi. Ya'ni o'zbek xalqi odatda nolimaydi, ayniqsa ayollar darrov erini himoya qilib ketib qoladi. Ro'zg'oridan nolligisi kelmaydi begona odamga. O'zimiz 3 jon, ya'ni 3 jon, 3 ta odammiz degan. Oila a'zolari bizda jon deb ishlatilgan. 3 jon, 5 jon qilib. Jiyaningiz otasi bilan ketgan, cho'pon bo'laman deydi. Hali zamon kelib qoladi. Choyni qayerda ichasizlar? Choyni bugun endi yotoqda, keyin yana o'ylab ko'ramiz. Men O'rmon akani hozir qitmir, xatoy qilib ta'riflayotganga o'xshayman. Yo'q, bir hisobda u o'zicha haq edi. Bizni ham bo'ylarda har qalay. Shundan keyin terimga jo'nadik. Ya'ni hozircha yotoqda ichamiz degani go'yoki keyin balki mehmonga chaqirarsilar degandek bir ishora ham bor bu yerda. Va aytyaptiki, men O'rmon akani qitmir ochko'z qilib ko'rsatmoqchi emasman. Endi u ham bizni o'ylayapti, hammamiz ham quruq non choyga o'tda yasholmasdik-ku baribir deyapti. Kun chiqib u ham sarg'ayib nur sochyapti. Biz etaklari bo'yniga ilib xuddi oshalolga ketayotgan podachiday boryapmiz. Buni ham tushuntirish kerak sizga nimaligini. Oshalol degani osha halol degani. Ilgari odamlar etakni, ya'ni agar etakni qanaqaligini ham bilmasangiz, bu bitta shunaqa to'rt burchak oq latta bo'lardi, 4 yog'ida ip bo'lardi. Ana shu ikkita ipi bir-biriga bog'lanardi, bu yog'i bilan bu yog'i. Va bitta ip bo'ynimizga ilinardi, bitta ip belimizga ilinardi va paxta mana shu ikkita chekkasidan tiqib ketilaverardi. Bo'yningizda osilgan etakni ikki yog'idan terilgan paxta ichiga solib ketilardi. Oshalol degani podachilar osh halolga chiqqan. Ya'ni ana shu etak bo'yniga ilganda podachilar endi butun qishloqni podasini boqqan, hammani mol qo'yini yig'ishtirib ketib, boqib qaytarib olib keladi. Va ana shu odamlarni molini boqqanicha odamlarda ehson yig'adi. Osh halol deb beradi. Ya'ni oshi halol, halol ovqat deydi. Va hamma uydan birov non, birov ovqat, hamma narsa olib chiqib bergan, etagiga solib ketishgan va podani boqqan payt o'shani yeyishgan. Ya'ni odamlardan yig'ib olgan yeydigan ovqatini. Chunki odamlarning podasini boqadi. Qaytib kelgandan keyin odamlarning podasini uy-uyga tarqatib yuboradi. Va xuddi o'sha oshalol yig'ayotgan podachiga o'xshaymiz etagimizni ilib olib, deyapti. "Ey do'stim, menga mana shunday kun zarda berib chiqayotganda namxush to'qmoqlardan yurish ham yoqadi-da. Tepangda chug'urchiqlar o'ynaydi, oyog'ingga ho'l yaproqlar o'ralashadi. Unda-bunda xirmon joylardan bug' ko'tariladi. Ko'rganmisiz? G'o'zaning qavachog'i yonishga mahtal bo'ladi. Uzoq vaqt uyilib yotsa tutun ham chiqib ketadi. O'sha kuni terdik. Uyat o'limdan qattiq el qatori terdim, lekin burnim ochilmadi." Ya'ni u shamollagan edi, burni bitib qolgan. Shu ahvolda ham, ya'ni nam joyda paxta teradi. Yomg'ir yoqqandan keyin dala nam bo'ladi va u juda ham o'zidan zax chiqaradi. Unaqa u aytayotgandek unaqa chiroyli romantika emas u yerda. Qiyinchilik bor o'ziga yarasha. Qaytayotganimizda haligi kulba biqinida qozon qaynayotgan ekan. Endi Azimjon aka qozonga yaqin borib hidlab ko'rdi-da, "Osh", dedi bizga qarab. "Hu", dedi O'rmon aka. "Qozon kichkina ekanda. Yuring. Shoshmang, o xo'jayin." Uychadan kalovlanib, qotma degani ozg'in degani. Qora choponning tirsaklari yirtilib, paxtasi oqqan. Ya'ni chopon odatda ichiga paxta tiqilgan bo'ladi. Tirsak yirtilgan, ichidagi paxtasi pastga chiqib qolgan. Soqoli o'siq, chuvak yuzli yigit chiqdi. Chuvak degani ingichka yuzli yigit chiqdi. Xuddi o'ngirni bosib oladigandek surilib, shoshib kelib biz bilan bir ko'rishdi. Ya'ni Azimjon endi qarang, bemalol kelib, u o'sha yerda pishayotgan oshga o'zini haqliman deb hisoblab, oshni hidlab, osh bo'layapti-kanda deb, hatto qozon kichkina o'zini mo'ljallab, biz ko'pchiligimiz hammamiz yetmaydi deb allaqachon oshga o'zini sherik hisoblayapti. "Xush kelibsizlar, xush ko'rdik. Qani uyga marhamat. Oldin yuvinib olaylik-chi", dedi O'rmon aka. "Aytmoqchi, bir ukamizni tomog'i shamollab qopti. Burning ham bitgan-a?" deb so'radi mendan. Shu dori-pori topiladimi? Medpunktlarning markazida ekan. Bu yer Kamchatka.
Kamchatka bu Rossiyadagi eng chekka joydagi joy bo'lgani uchun O'zbekistonda ham chekka joylarni Kamchatka deb ishlatishi bor. O'shanga ishora sifatida topiladi-da, dori topiladi. Yigit etagini qo'lantayoq kiyib chiqqan ekan, oyog'idan tushib qoladigandek talpanglab uyga kirdi. Ya'ni etigini nomiga shunday ilib olgan, oyog'idan tushib qoladigandek bo'lib turibdi. Ya'ni etigini ilib olgani uchun lapanglab uyga yugurib qaytib kirib ketdi. Unga dori qidirib ketdi. Keyin bir bog' it uzum olib chiqdi. Shu bo'ladimi tomoqqa bog'lasalar dedi. Ya'ni u o'ylagandek tabletga ko'tarib chiqmadi, siz o'ylagandek. U it uzum olib chiqdi. Shunaqa bir o'simlik bor. Tomoqqa bog'lash kerak deyapti. Bo'ldi, bo'ladi dedim. Ozginasi bo'ladi. Ozginani nima qilasan dedi O'rmon aka. Hali yana kerak bo'ladi. It uzumni olib yotoqqa keldim. Ya'ni birato'la ko'proq olib qo'ya qol, hali ko'p shamollimiz biz ko'pchiligimiz deyapti. Unga tikilaman. Tanishda bu o'simlik ham. Qadrdon, bizda ham bir momo bo'lguchi edi. Bobomiz bosmachilarning otlariga xashak bergani uchun xalq dushmani deb otilib ketgan. Undan qolgan 11 qursoqni boqaman deb umrini toq o'tkazgan kampir edi. Ularni ham birin-ketin yaratganga topshirib, bizning maymoq ota bilan qolgan. Ya'ni nima deyapti qarang, bu antiqa tarix kichkina gap orasida berib ketyapti. Ya'ni bosmachilar deb hozir biz milliy ozodlik harakati deb harakatini kurashchilar deb aytamiz ularni. Aytaylik, Madaminbek, Shermuhammad deganlar bo'lgan, millat uchun o'rislarga qarshi kurashgan. Lekin o'sha paytda ularni xalq dushmani deb hisoblashgan, bosmachi deb hisoblashgan. Va ana shu bosmachilarning otiga xashak bergan bobo, shuning uchun boboni otib yuborishganda undan 11 ta qursoq, ya'ni qorin qursoq, ya'ni 11 ta boqish kerak bo'lgan qorin degan 11 ta yetim degan, bola degan. Ana shu yetimni boqaman deb umrini toq yolg'iz o'tkazgan kampir edi, deyapti. Ularni ham birin-ketin yaratganga topshirgan. Ya'ni bolalari ham birin-ketin o'lib ketgan edi va ana shu kampir, maymoq o'sha oyog'i qiyshiq yuradigan maymoq ota bilan qolgan shu kampir bor edi. Ana shu kampir ham odatda meni qishlog'imda biz ham kasal bo'lib qolsak it uzum berardi, deyapti. Ya'ni o'zini bolaligi, qishlog'i, hamma narsani nima bilandir bog'lab, unga shu qadrdon tuyulyapti o'sha joylar. Mana siz suratda mana shu it uzumni ko'ryapsiz suratda. Ana shu mayda-mayda qora bo'ladi. O'sha kampir davolardi shunaqa it uzumlar bilan tomoqlarimizni. Tildan tirsak chiqsa, ya'ni tiliga yara chiqsa, oq gulbotani quritib, ezib kukunini separdi. Hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketardik. Omborimizda mana shunday it uzum bog'laridan yog'och qoziqlarda osib qo'yardilar. Ya'ni oldin shunaqa bo'lganki, odamlar nima bo'lsa yugurgilab aptekaga borib, dorixonadan dori olib ichmagan. Odamlar hamma narsani o't-o'lanlar bilan, tabiiy yo'l bilan davolashga harakat qilgan. Biz ham devordagi bir mahka osib qo'ydik. Keyin mevasidan bir hovuch olib, bo'z etakning chetidan bir parchani yirtib, mevani ezib tomoqqa ko'tardik. Ertasi ko'zimiz charaqlab ochilib, terimga chiqib ketdik. Ya'ni rostdan menga kor qildi. Shu lattani bog'lab qo'yganim tuzalib ketdim, deyapti. Va bu asarning endigina faqat bosh qismi. Siz bilan hali yana davomini gaplashamiz. Bu hozircha paxta dalasiga kelgan talabalarni, ularning paxta terish bilan bog'liq ta'sirotlarini shunchaki ibtidosi deb qabul qila qoling, shu yergacha bo'lgan qismini. Hozircha xayr, hali yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.